Do'stlar, bizga juda ham ko'p xil vaza, gul vazalarimiz kelgan. Hozir bironta mijozimizdan, oldimizdan chiqqan mijozdan gul vazalarimiz necha xil kelganini topsa, любой bittasini shunchaki tekinga beraman. Tayyormisizlar? Videoni oxirigacha kuzating. Assalomu alaykum opa. Va alaykum assalom. Hop, gul vazalarga qiziqasiz, to'g'rimi? Qiziqaman. Men sizga xohlagan bittasini tekinga beraman. Faqat shartini aytingchi. Sharti juda ham oson. Bizda 93 xil gul vaza bor. Sizga bitta savol beraman. Bitta urinishda mana shu yerda nechta gul vaza borligini topishingiz kerak. Xohlasangiz o'ylashingizga vaqt beraman. Xo'p, hozir o'ylab ko'ray. Mayli. Ko'z bilan chamalayapti. Sal e'tiroz etganingizda topib qo'yarmidim. Mayli, ko'z bilan chamalang. Umumiy mana shu yerda nechta vazamiz bor? Yo'q, shundaymi? Shunday. 80 tala bor. Nechta? 80 tala bor. Yo'q, bizda 93 xil gul vazamiz bor, lekin bu yerda 93 xil emasda bu yerda kamroq. ayting necha xil? 50 xil bor. Topolmadi. Opaga bittamiz 3 ta imkoniyat berdik, lekin bu yerda 45 xil gul vazamiz bor edi. Hop, sizga kattakon rahmat. Bu bizdan esdalik. Biz do'konga kelib turing, hopmi? Matbuot mayli. Har doim shu yerga kelamiz. Telegram gruppamizda bormisiz? Instagramda ham bor. Ham bor. Hop, like bosib qo'yasiz. Rahmat katta.